إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hürmetli көрермен qarindoshlar, bugungi darsimizda Ramazon haqida to'xtalamiz. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezine amenu kutiba aleykumus-siyamu kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tattaqun. İman etqanlar, sizlardan ilgirikilarga farz qilgandek Ramazon ro'zasini farz qildi. Taqvodor bo'lishinglar uchun. Ya'ni taqvodor bo'lishinglar uchun. Taqvolik degan lug'atda saqlanish, qo'g'dinish degan ma'noda. Arablar ittaqa bitarsihi deydi. Qalqini bilan qo'g'dandi, saqlandi deydi. Uhud urushida musulmonlar azlaq mag'lub bo'lgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning orqasiga kelib olib turib, o'zini qo'g'diganligini ittaqayna bi rasulillah degan. Ya'ni Rasululloh bilan qo'g'dandik degan. Qo'g'dandik, o'zimizni qo'g'dik degan. Endi taqvo so'zininki shariatdagi ma'nosi Alloh taologa itoat qilib, dunyolik har qanday ishni mas'uliyat tuyib ado qilish orqali Alloh taolaning azobidan saqlanish. Din va dunyolik har qanday ishni mas'uliyat tuyg'usi bilan Allohga qarata qilishga tegishli, o'zimizning atrofidagilarga, Alloh taolaning maxluqotiga qarata qilishga tegishlilarni joyida qilish deganlik bo'ldi taqvolik degan. Endi taqvolik insonlarningki sirtqi qiyofatiga qartilgan narsa emas, u faqat qalbda bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunga buni ta'kidlab, "At-taqvo hahuna, at-taqvo hahuna" deb o'zining yuragiga 3 qatim ishorat qilgan. Endi bugun bu Ramazon programmamizda Ramazonning ahkomlarini so'zlab o'tirmaymiz, chunki buni jiq adam biladi va hammaylar so'zlaydi. Ammo men shu diqqat qilishga tegishli ba'zi masalalar haqida 6 masalani, 6 ishga diqqat qilishga tegishli haqida shuni so'zlayman. Birinchi, ko'zimizni haromdan saqlash. Ikkinchi, tilimizni haromdan saqlash. Uchinchi, quluqimizni haromdan saqlash. To'rtinchi, put-qo'limizni haromdan saqlash. Beshinchisi, gelimizni, qarnimizni haromdan saqlash. Oltinchisi, Ramazonni uxlash bilan o'tkazmaslik. Ya'ni uyquni oz uxlab, ibodatni, amalni ko'p qilish. Endi ko'zni haromdan saqlash degan har qanday odamningki bu gapni deyilgan hamon aqliga keladiganini sirtqa chiqqanlarda nomahramlarga tikilib qaramaslik keladi. Endi hozir sirtqa chiqishmi ketmaydi bu nomahramlar uchun. Hamma odamningki qo'lidagi shu aqlli telefonda hamma narsa chiqadi. İctimai uchur vositalarida tepilmaydigan narsa yo'q. Endi odamning oldiga chiqib turdi shunda. Demak, qarashga tegishli bo'lmagan suratlar, masalan, ko'rishga tegishli bo'lmagan videolar, axloqimizga, dinimizga ziyonli bo'lgan narsalarga qaramaslik. Bu yana ko'p kishilar diqqat qilib ketmaydigan bir masala. Bunga bak diqqat qilish kerak. Chunki ko'z zina qiladi. Ko'zning zinosi shu harom narsalarga qarab lazzatlanish. Rasulullohning bu to'g'rida bir hadisi bor. Undan keyin tilimizni haromdan saqlash. Endi insonlar ba'zi odamlar odatlanib qolgan o'zing koni odati bilan Ramazon kirib qolganligidan esida yo'q, bir-birining g'ayvatlarini qilib soladi va ba'zilarningki shikoyatni qilib soladi. Hozir masalan tor dunyosida qaraydigan bo'lsak, insonlar bir-birini shikoyat qilgan va bir-biriningki g'ayvatini qilgan, boshqalar uningga yurak berib qo'llagan, shunday ahvol, ichinishli ahvolni aytib ko'ramiz endi. Insonlar bu ishning hammasini oddiy sanaydi. Ramazondan boshqa chog'da gunoh sanalgan bo'lsa-mu, Ramazonda necha qat gunoh bo'ldi, ham Ramazonningki tutgan ro'zining savobini elib ketadi.
Mesela şu namahremlerge şu qaraşmı Ramazanın savabını elip gitidi. Namahrem halal bo'lmagan narsaga qarash va to'g'ri bo'lmagan so'zlarni qilish. Masalan, Alloh taolo bu tilni kelima tavhidni so'zlash uchun, yaxshi so'zni so'zlash uchun yaratgan. Ama insanlar bilip bilmey bu tilden bazı küfür sözlerini sözlep saldı. Başkalarına eziyet olduğun sözlerini sözlep kaldı. Resulullah bir hadiste bir eğiz yaman söz bilen insan 70 yıllık dozak cennetin yirak kılınıp giderleydi o diyen. Yani demek bir eğiz söz bilen insan cennetke girerleydi o. Bir eğiz söz bilen dozakı bulup giderleydi. Söz nihayet mühim. İnsanın ağzından çıkan her bir sözünki hesaba perişteler yazıp durdu. Allah Teala onu körep durdu. Onundan keyin quluqimizni haramdan saqlash. Quluqimizni haramdan saqlash deganimiz g'ayvat shikoyatlarni tingshmaslik, bir-birini tillagan gaplarni tingshmaslik. Hamda hozir tor dunyosida insonlarga Qur'on tilovat qilib bersa, yaxshi vaz nasihatlarni qilib bersa, uning ancha ko'ngil bilmaydi, ancha yurak birib ketmaydi. Ammo birisining ustidan shikoyat qilib, uni tillagan yoki bir jamiyat yoki bir tashkilotning orqasidan g'ayvat qilgan shunday narsani taqib yurdi, shunday narsaga bakaq tinshaydi shuni. Endi Ramazonda bunday shikoyatlarni, hukmlarni tillagan gaplarni tinshash shuni ol shirik bo'lgan bo'ldi. Shuni taqib bergan bo'ldi endi. Buni hammadan yaxshi bilishi kerak. Bu tutgan ro'zimizningki savobini yo'q qilyotdi, elib ketdi bu ishlar. Onun için putqolni haromdan saqlash. Putqolni haromdan saqlash deganimiz shu harom ishlar bo'ladigan o'rinlarga, yaman o'rinlarga berish va nomahramni tutish deganga o'xshash put bilan, qo'l bilan sodir qilinadigan gunohlar. Mushu gunohlar Ramazon ichida sodir qilinsa, tutgan ro'zini savobini butunlay elib ketadi. Onundan keyin endi qarnimizni haromdan saqlash. Endi harom yedi desa, kishilarning aqliga keladiki, boshqa bir narsaninki o'zininki haqqi bo'lmagan, boshqa bir kimning narsasini yeb olgan yoki harom qilingan yoki cho'chqa go'shtiga o'xshash, itga go'shtiga o'xshash bir narsani yegan deb shu aqliga keldi. U g'una harom emas, u harom. Haqning haqqini yeyilish harom. Alloh taolo yeyishni harom qilgan narsalarni yeyish harom. Yana biri to'q qo'soqning ustiga tomoq yeyishmi harom. To'q qo'soqni etilg'udek darajada to'shqizib etishmi harom. Qur'on Karimda kafirlar hayvonlarga o'xshash sifatlangan bu yemak ismak demek. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am deydi. Kafirlar hayvonlarga o'xshash yeydi deydi. Hayvon degandan keyin bunda vaqti yo'q masalan. 3 vaqt, 2 vaqt etgan vaqti yo'q. Qanday chog'da oldiga taom kelsa yeydi, oldiga bir narsa kelsa yeydi, ama kafirlarni shunga o'xshatdilar. Ammo mu'minlarni Qur'on va hadisda az yeydigan va qusuqi to'ymasdan turib ketadigan mundaq sifatlaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning axloqi shu. Rasululloh degan nahnu qawmun la nakul la majo va nashba degan. Ya'ni biz qo'suqimiz ichib qolmag'icha, ochmag'icha bir narsa yemaymiz. Yanida yeb qo'yaylik deb yemaymiz. Qo'suqimiz ochmag'icha yemaymiz. Yegandimi to'ymasdan turib ketamiz. Mu'minning axloqi shu. Ramazonda bo'libmi mushu talab qilinadi. Chunki Ramazonda ibodat, Alloh taolaga yaqinlik, gunohlarimizning mag'firatiga istig'for aytish, ko'proq amal qilish. Chunki bu Ramazonda bir amalga necha hassa, 10 hassa va 700 gacha ko'p ajr beriladigan bir fursat endi. Shunga shunday vaqtda ibodatni ko'p qilish, yemakni ozroq yeyish va o'zimizni yemakdan tartish biroz. Ya'ni bu deganlik faqat bir narsa yemang deganlik emas. Ammo buning nima ifrot tafrit, ya'ni oshirib o'tish va bundaq mavjud endi musulmonlarcha. Hatta mujda bir gaplarni anglatdik. 11 oy ishlab 1 oy yegin. Bu nima degan gap endi? 11 oy ishlab 1 oy yegin. 1 oy yegin, 11 oy ishlab 1 oy yegin. Xuddi Ramazon yeydigan oy. Ya'ni Ramazonda jiqyab qo'siqqa portlab ketsa shahid bo'ldi deyotgan gaplar endi ko'cha gaplarida. Bu gaplarning hammasi islom diniga qilingan tuhmat va safsatilar endi. Bu Ramazon yeyish emas. İnsanlar qaraymiz, islom dunyosida bo'lib ketgan hammalarda Ramazon kirishining oldida hammadan uzuq tulik yetgan bir narsani yig'ib olishning ko'yida. Bu xuddi endi Ramazonda illaki yemisi bo'lmaydigan. Tamam.
Ramazanda yeymiz. Biroq qo'shiqimizni bak to'yg'izib o'tib, Ramazanda kilo olganidan balki ro'zasini qabul bo'lgan bo'lmaganlikdan shak qilsa bo'ldi. Ramazanda uruqlaganidan hamman amal ibodatin qabul bo'lgan o'xshaydi desa bo'ldi. Ramazanda cho'qim uruqlash kerak va qo'saqning ochligini his qilish kerak. Bu Ramazonning maqsadi yemang, ichmang, shunda bir qancha soat shunda qiling degan gap qo'shiqning ochqanligini his qilsin deganlik. Buning natija hikmat bor. Tibbiy tarafdan nurg'un foydalari bor. Uningdan boshqa shu qo'shiqimizning ochqanini his qilish orqali o'zimizning Ramazondan iborat bir ibodat ustida ekanligini his qilamiz. Uningdan yıl bo'yi, hatta ömür bo'yi bizni och qo'ymay to'yg'izib kelayotgan Alloh taoloni eslaymizda. Meni ochlik degan bunda yomonkan, meni bu chaqni bizni Alloh shunda to'yg'izib tutdi. Allohning ne'matiga shukr deymiz. Shu orqali yana kundalik yemek içmekini qamday olmaydigan yo'qsullarning, miskinlarning holiga yetimizda. Chunki bu Ramazonda boy, kambag'al, podshoh, fuqaro har qanday odam o'xshash ro'za tutadi, hammasi o'xshash qo'shiqqa ochadi, ochlikni hammasi his qiladi. Shunday his qilish orqali kambag'allarningki holiga yetimiz. Yusuf alayhissalom masalan Misrning xazinasiga mas'ul bo'lgan kishi, hozirgi zamonning istilohi bilan aytganda davlatningki moliya ministri. Shunda hamma narsa botiruqliq, ocharchilik bo'lgan yillarda bak oz tomoq yeydigan ko'p ro'za tutadi ekanda. Kishilar buning sababini so'rganda, men bunda to'q yursam, fuqarolarningki holiga yetolmay qoldim ekan. Demak, Alloh taolo nurg'un hikmatlar bilan bizni ro'za tutishga buyurgan shu och, ya'ni ochlikni his qilsin, ushsizlikni his qilsin deb. Ro'ziniki bir nimasi bu xususiyati shuni his qilish. Ammo biz qo'shiqimizni rosa to'yg'izib olib, shu kechasi uxlamay, kunduzi güp bilan tomoq yeb uxlab, uningdan qo'shiqimiz ichib bo'lg'ich, ya'ni iftorga asa Ramazonning hech qanday bir nimasini tetmasak yoki jafosini yoki bir nimasi hech qanday bir narsani bilmasak, qanday Ramazon bo'lgan bo'ldi endi. Endi buni o'ylash kerak. Shunga yemek, içmekni az yeyish kerak. Bir Ramazonda az yeyish kerak. Endi burungi zamonlarda insonlar ko'pincha jismoniy ishlarni jiqroq ishlaydi. Dehqonchilikda deganda ishlaydigan gap. Ular qanchalar jiq yesimi, o energiyani sarf qila oladi. Hozirgi zamonda zamonaviylashib ketganligi uchun hatto dehqonchilikdan tortib nurg'un ishlar hozir zamonaviylashib ketganligi uchun o'ltirib qiladigan ishlar harakat qilmaydigan zamon bo'lib ketdi. Anda bo'lgandan insonlar bu jiq yuvagan bilan bu jiq energiyani sarf qilmaydi. Sarf qilmaydigan bu mayvalar to'plashib insonda shu shakar kasali, diabet va qon besimi, yana bir narsa degan o'tmishlarda bo'lib boqmagan kasallarga giribdor bo'lgan. Bu hammasi insonlarniki Alloh taolo qo'ygan bir qonuniyatga xiloflik qilganlik bo'lganda, sen yegan narsani sarf qila olasan yegin. Bugun qanchalik yesang, shu yegan narsani sarf qila olasan, maydonda ig'irlashib qolib qo'ymay, badaniga may yig'may, shu sarf qila olasan yegin. Agar sarf qilolmaydigan ish bo'lsa, sarf qila oluvchilar yegin endi. Ramazonda o'sha gelimizni yig'ish naytibak muhim, ochlikni his qilish Ramazonning muhim xususiyatlaridan biri. Ondan keyin uxlash endi. Tamamen Ramazonda kechida ibodat qildik deb, kunduzi bir kun kechki uxlaydigan. Bunda bo'lib ketmaslik kerak. Endi Ramazonda mayli Ramazonniki qaysi kunlari bo'lsin, Ramazonning oxiri nimaniki, kechiniki oxirgi 3dan 1da masalan, so'g'irlik vaqtining oldi keyindan tortib uxlab turib shu chaqda Qur'on o'qib yoki namoz o'qib ibodat qilsak bo'ldi. Akşamı çokum bir qancha saat uxlash kerak, kechasi bir qancha saat çokum uxlash kerak. An kunduzi uyquni az uxlash kerak, ibodatni va amalni ko'p qilish kerak. Endi shu Masjid-i Haramda, Masjid Nabaviyda hozir bu yilgi bunda emas, amma shular kirib itikofga kelgan qarindoshlar itikof qildik deb kirib oladi. Bular atdigan namoz bandatni o'qib, ko'pida tushgan uxlagan. Peshinga o'qitdilar, peshinni o'qib, yana uxlagan. Peshindan keyin qo'pab asirga yana uxlagan. Ba'zi namoz shamgacha uxlagan, ba'zi uyquga amraqadan. Shuning bilan u ro'za tutgandagmi emas, qo'shiqni ochmagan, yo ustimagan hech qanday Ramazonning hech qanday bir alomati uningda ko'rilmagan. Mushunga ham ro'za tutish bilan uning ismi ibodat, itikof, ibodat. Ammo bu Alloh taolo nima uchun buyurdi? Nima uchun buyurdi? Shu buyurganlikning maqsadlarini biroz amalga oshirish kerak endi. Endi İslam dunyosidagi eng chong krizis endi biz ba'zi ibodatlarniki faturasini shu
halqa o'zimizningki qilishga tegishli ishlarni qilmay, buning Ramazonning faturasini Alloh taologa to'latkili qo'pitgan shunday bir alfaz. Qanday desa, ba'zi qarindoshlar, men Ramazonda ishlamadim, bakroq ibodat qilib olay deb. Bu nima degan gap? Ishlamadim degan nima degan gap? Ishlamasang och qolsa, ishlash kerak. Ishlash bu dunyoning qonuniyati, Alloh taoloning amri. Qur'on Karimda qanday bir emir bo'lsa, ya ayyuhallazina amanu va amilus solihat. Masalan, qanday yerda bir iymon zikr qilsa, amali solihat, yaxshi amal zikr qilsa. Bu yerdagi yaxshi amal salohiyatlik, yaramlik ish, din va dunyolik. Mayli oxiratlik olsun, mayli dunyolik olsun, ishlash sharafli. Dinimiz ishlashga buyuruydi. Mayli Ramazondan ishlagan, hatto juma kunlikdan ishlagan. Shu oyat bormi? Namoz faiza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Namozdan farig' bo'lgandan keyin juma namozidan ishlanglar, ishlashga beringlar, nima qilinglar. Ba'zi kishilarning juma kunlikni men dam olish kuni qilib oldim. Ramazonni men Ramazon ibodat qilgan kuni qilib oldim. Sen nima ibodat? Shu ishlashning o'zini ibodat asli. Shu yaxshi niyat bilan halol rizq uchun bolalarni pulni obdan tepib, bolalarni oliy maktablarda, qimmat maktablarda o'qitib, yuqori ma'lumot saviyali qilish uchun qanchalik vaqt tirishib ishlasam, ashning o'zim ibodat. İbadet işidir zaten. Müminin yüzü ibadet işidir. Ama bunu dünyanın işini to'xtatib qolib turib ibodat qilishga hech qanday bir payg'ambar buyurgan emas. Dunyoning ishini to'xtatib qolib ibodat qil degan emas. Ramazonda Rasululloh sahobalar jihad qilgan. Islomningki cho'ng g'alabalari Ramazonda kelgan. Ramazonda qo'lga kelgan. Ramazonda qo'shiqqa shundoq turib jihad qilib g'alaba qilgan. Ya'ni bu ochlik bilan ish qilolmaydigan ish emas. Hech qanday bir shariat, samaviy shariatdan chiqas. İslam dinimizde bularmi ibodat qilaman deb dunyolikni tashlab etgan demaydi endi. Uni qilmaydi. Nimishga musulmonlar kuchli bo'lish kerak. Ishlagandan keyin andin kuchli bo'ladi. Ishlagandan keyin iqtisod bo'ldi qo'lda, iqtisod bo'lgandan keyin har narsa bo'ladi, hamma narsa bo'ladi shuningda. Ishlamagandan keyin kambag'al bo'lgandan keyin qo'ldan hech nima kelmagandan keyin shuninglar duo qilib anda o'tirgan gap endi. Shunga Alloh taolo bizni biri Alloh taologa tayinish bilan birga mushu koinotni o'zi belgilagan sabab qilish qonuniyati bo'yicha bizni ishlashga buyurdi. Shunga hech qanday bir ibodatni qilish uchun ishlashni to'xtatib qo'yishga ruxsat qilmadi hech qanday yerda. Anda bo'lgandan keyin Ramazonni bahona qilib ishlamaslik og'ir bir jinoyat bu. Bir musulmonning sha'niga yarashmaydigan bir ish. Çünkü Allah bizden kalbimizni biladi. Dunyolik uchunmi, bolalarimizni beqish uchunmi, rosa qattiq ishlab, ibodatni yana shunday qilib, ikkilisini ayda qilish bizni talab qilinadi. Herkes andaq o ibodat uchun atilib o'tirishni targ'ib qilmaydi. Bir kuni Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bir masjidga kirgandan keyin bir kishilar o'tirganda nima ish qilsa desa, bir ibodatga ataldik, ibodat qilib o'tirmiz. Sizning turmushingizni kim qamdaydi desa, birisi mening akam qamdaydi degan, birisi dadam qamdaydi degan birisi bilan. Shular deganki hammasini tepib chiqib o'tadi. Chiq talog'im, chiq ishlatmanglar. Ya'ni demak, din nechtig'in emas. Din hamma yerda. Bizning qalbimizda Allohga bo'lgan to'g'ri yo'nalish bo'lsa, din bozordami shu din, uydami shu din, maktabdami shu din, yo'ldami shu din, hamma yerda din. Ammo hozir afsuski Müslümanların köp sallıkı dinni meçhidin içigini sulap koyalım. Meçhidin içinde naitib takva mümin sen. Meçhidin çıkandikin kazzab, aldancı, yalgancı hemmesi bak. Bunda emesemdi. Şuna işleşni terk edip ibadetini sebep kılıp işleşni terk etkenler günahkar insanlar. İşleş gerek. İşlegeninin yüzü yürük deydi bizimki konularının Müslüman. Ve elleyse lil insani illa ma sa'a deydi Kur'an-ı Kerim'de bak. İnsan işleyen nersinin neticesini görür. Bir yerdeki insan kafir, insan mümin, insan demek. Her kandan insan. Allah Teala'ya en yakın, en takvadar evliya bendisi olsun mu Allah Teala'nın. Eğer o işlemese Allah onu yardım kılmaydı. Kanuniyet şu. Allah Teala kainatka bekitip atkan kanuniyet işleyen kişilerdi degen kanuniyet endi. İşleş gerek. Onun için Ramazan biz üçün endi bir Müslümanlar üçün biz üçün bir mektep ve bir yenileniş, yüzümüzün bir remonut kılış.
normalda maşinni yılda bir qatim har qanday davlatda kontroldan o'tkazib ruxsat oladiku masalan bu mashina salohiyatli haydisi bu shu insonmi shu axloqiy badiiy hamma tarafi anda yangilanishga muhtoj. Masalan har juma kunlikda juma xutbasi anglash orqali musulmonlar o'zini yangilab turdi, vaz nasihat anglab iymonni kuchaytirib turdi. Ramazonda o'zini nafsini kontrol qilishni, savrchan bo'lishni, achchiqlamaslikni o'rganadi. Mushu maktabda yilda bir ay shundoq o'zimizni tarbiyalash orqali yana bir yilgacha o'zimizni salomat bilan elib berishga tirishimiz hamdi. Bu shunda bir tarbiya xarakterli bir ibodat hamdi. İbadetlerin hammasi kamolatga yetishning bir shutsi. İbadet g'oya emas. İbadetning o neticesi nima? Güzel axloq. Şu Qur'on-i Karimda mu'minlarning sifatlarini bayon qilgan oyatlarda masalan qad aflahal mu'minun masalan. Ashuni 10 oyat masalan qad aflahal mu'minun 5. 10 oyatda birisi axloq, birisi ibodat. Birisi axloq, birisi ibodat. Mu'minlarniki bir ibodatini, bir axloqini, yana bir ibodatni maqtagan. Çünkü ikisi cips birisi yakın. Çünkü demişka aş ibadet a ahlakı hizmet kıldı. A ahlak asas. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin men fakat güzel ahlaklarını tuluklaş üçünla evetledim degeni şu. Güzel ahlakını tuluklaş üçün. Bu ibadetlerini kılış arkalık, yüzümüzünü ıslah kılış arkalık, yüzümüzünü onşaş arkalık. Güzel ahlaklık bir Müslüman bulunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlarını cennetli kirgizdiğin emellerinin en köpü takvalık bilen güzel ahlak diyen. Takvalık ile güzel ahlakmış. İkisi merkez etkilen. Demek ahlak imanın kol dişi ve ibadetinin meyvesi. İbadetinin meyvesi. Şu Ramazan'da biz şu ahlakımızı yaxşılaşqa, ahlakımızdaki naçarlıklarını tüketip ıslah kılışqa tirişimiz pek mühim. Hem de bu Ramazan'da ailemiz bilen köprek bulunuz hem de bazı köp devletlerde taravih namazı okuşta ruhsat kılmaydı şu korona sebeple. Anda olan ki bu bir ailede ibadet kılışın bir fırsat. Şunu akşamları mümkün olsa ballarımızla ayallah hemmeyle taravih namazını billa okup, billa dua kılıp ayna kılsak bu naati pek yakşı da bu. Manevi cihettim bu şunda yakşı, ruhi cihettim bu şunda yakşı, şunda yakşı andi. Onun için Kur'an-ı Kerim'de mümkün kadar manisi boş Ramazan'da. Kur'an-ı Kerim'in bir tefsirini başlap, Ramazan'ın ahiretice bu tefsirini okup çıkay. Kur'an'ın tercümesini billah mesela. Okup çıkış. Kur'an'ın manisini bilişki tirişayla. Kur'an'ın okuşuyla billah. Kur'an'ın manisini ailemizdekilerle billah öğünüşke tirişayla. Onun için günde bir hadis olsa mı? Mesela vazife kılıp mesela Vallahi öydekilerle bunda verleşip günde bir hadis yazılayla. Ben başlayıp okup bir edep mesela. Günde bir hadisini yazsam Ramazan'da 30 gün Ramazan'da 30 hadis yadı bulap kaldı. Onun hiç kadar bizim melal mekamet, hiç kadar işimizde tesirimiz yetkizmeydi hem de. Demek hem de vakit şunçacık ibadet kıtkan bizge Allah Teala bizden ibadet için intayın az vaktini talep kıldı. Ama bizge köp vaktini birgilik. Şu vaktimizni biz tijab joyida aşida kılalsak nurgun işlerini kılalayımız hem de. Hem de xeyri sahavet işlerini köprek kılış hem de. Bular şu ballağı köstüp kılış onun xeyri sahavetini. Ballağı ügütüş için. Çünkü ata-ana hem işlerde ballağı ülgendir. Meyli yaman iş kılsın, yaxşı iş kılsın o ballağınınki işki közü xuddi aparatta, kamerada ip turutkan gap hemmesini. Turutkan gap. Bu ata-ananın min ağızda sözlüğünden əməliyyatı bir qətim körsətkəni həmədin küşlük tərbiyə oldu həmdir. Şuna yaxşı işlərini ballağı köstür qilish kerak hamda qandaqla bir musulmonga qarata ko'nglimizda adovat, o'chmanlikka xaf bo'lash bo'lsa, ularni rozilik elish va ularning qilib qo'ygan bir yomonlik bo'lsa, kechirib o'tish Alloh uchun. Ey Alloh, men falonning men qilgan yomonlikni men kechirib o'tdim. Sen mening gunohlarimni kechirib o'tgin. Nihoyatda bak yaxshi bir duoda. Biz boshqalarni kechirmay turib, qanday Allohdan bizni kechirishini talab qilamiz? Avval sen bir kechirgin. Ondan keyin ardın Allah talab qilgan. Qo'lni yusa, qo'lni yusa, qo'l berib yuzni yuydi. Endi Ramazonda bir tarafdan qo'shiqni ichib qolganlikdan, bir tarafdan ussizlikdan inson deganiki achchig'inib qolgan, tez achchig'inib qolgan ahvollar yuz berdi. Shunga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarning tillasimi, ursimi
ana sayım, men ro'zadarman, men ro'zador deb turinglar, qarshilashmanglar deb aytadigan. Demak, chunki u chaqda u qarshilashsa yoki ro'zasi buzilib ketadi, cho'ng bir xatolikni qilib qo'ydi. Mushunda qilish orqali biz o'zimizni bunda ko'ndiramiz, o'zimizni bunda kontrol qilishni, achchig'imizni besishni, nafsimizni yig'ishni, shuncha qo'shqimiz ochtirib binasi yemay Allohdan qo'rqib, Alloh uchunla shunda qilib o'zimizni kontrol qilganligimizni shuncha ushlab turib muzdek suv yenimizda botirib ichmay o'zimizni kontrol qilganligimizni hammani Alloh uchun shunda qilgan ekan. Endi yana bir yil tagichilak mushu Ramazonda olgan mushu bizning tarbiyani, mushu mashqni keldigan yana bir Ramazon tagichilak davomlashtirishga niyat qilish va Ramazon o'tib ketsa men boshqa bir inson bo'laman emas, Ramazonda qanday bo'lsam, Ramazondan keyin shunday bo'laman. Ramazonda qanday bo'lsam, qanday ibodat qilsam, qanday ixlos qilsam, qanday rostchil bo'lsam, qanday intizomchan bo'lsam, Ramazondan keyin shunday bo'laman deb niyat qilib, shunday qilishimiz kerak. Chunki bu maktab bizni shunday qilib chiqarishi kerak. Agar bizni shunday qilib chiqaramasa, buningda bu bizniki tutqar o'zimizda bir masala bor degan bo'ldi. Bir yerda chatoq bor degan bo'ldi. Alloh taolo hammamizni Ramazonning sharofatidan foydalanadigan ve emel ibadetleri kabul bo'lgan yaxshi mo'minlarni qilsin. Hurmatli qarindoshlar, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Keldigan hafta mushu soatda sizlar bilan yuz ko'rish umidi bilan hammanglarni Allohga topshirdim. Salomat bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.